Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz o'simliklarning xilma-xilligi, sporali o'simliklar. Qani boshladik. Hayotiy shakl nima? O'simliklarning tashqi muhitga moslashgan tashqi ko'rinishi hayotiy shakl deyiladi. O'simliklar hayotiy shakllariga ko'ra daraxt, bo'ta, yarim bo'ta, o't o'simliklarga bo'linadi. Daraxt nima ekan? Daraxt bu baland bo'yli, bitta yog'ochlashgan yo'g'on tanali, ko'p yillik o'simlik. E'tiboringizga mana daraxt rasmini keltirganman. Bo'ta bu bo'yi 2-3 metrli, bir nechta yog'ochlashgan poya hosil qiladigan ko'p yillik o'simliklar hisoblanadi. Misol tariqasida sizga demak limon bo'tasini taqdim etdik. Davom etamiz. Tabiatda yana shunday ajoyib o'simliklar borki, ular fotosintez qilish xususiyatini yo'qotgan. Ayrim o'simliklar boshqa o'simliklarda parazitlik qilib hayot kechiradi. Masalan, zarpichak, shumg'iya, rafleziya kabi o'simliklar parazit organizmlardir. O'simliklar quruqlikda yashovchi, ayrim turlari, demak, elodiya suv nelufari suvda yashashga moslashgan organizmlardir. Keling, demak, hayotiy shakllarda davom etamiz. Yarim bo'talar nima? Yarim bo'talar poyasining pastki qismi yog'ochlashgan, yashil yuqori qismi sovuqdan nobud bo'ladigan ko'p yillik o'simliklar. Quyida demak shuvoq yarim bo'tasini misol tariqasida keltirib o'tdim. Demak, keyingi hayotiy shaklimiz bu o'tlar. O'tlar yashil, yer usti novdasi har yili sovuqdan nobud bo'ladigan o'simliklar. Misol uchun mana bu yerda g'o'za o'simligini keltirdik. 1 yillik o'simliklarga kirib, demak o't o'simlik hisoblanadi. Davom etamiz. O'tlar 1 yillik, demak makkajo'xori bug'doy, 2 yillik sabzi karam va ko'p yillik qo'g'ut, sibarga kabi ko'rinishlarda uchraydi. 2 va ko'p yillik o'tlarning qishlab qolgan kurtaklaridan bahorda yangi novdalar o'sib chiqadi. O'simliklar dunyosi. O'simliklar dunyosi demak sporali o'simliklar va urug'li o'simliklarga bo'linadi. Sporali o'simliklarga yo'sinlar bo'limi, plamonlar bo'limi, qirqiloqlar bo'limlari kiradi. Urug'li o'simliklarga igna bargli o'simliklar bo'limi hamda gulli o'simliklar bo'limi kiradi. Quyida demak sporali hamda urug'li o'simliklarning vakillarini demak rasmlarda ifodalab o'tdim. Yo'sinlar o'simliklar dunyosining eng qadimiy vakillari bo'lib, hayotiy shakliga ko'ra bir va ko'p yillik o'tlar. Ko'pchilik yo'sinlarda poya va barglar rivojlangan bo'lib, ular poya bargli yo'sinlar deyiladi. Yo'sinlar tuproqqa rizoidlari orqali birikadi. Ularda ildiz sistemasi va o'tkazuvchi to'qima rivojlanmagan. Poya bargli yo'sinlar tabiatda juda keng tarqalgan. Ularga O'rta Osiyo tekisliklarida o'sadigan funariya yo'sinni misol bo'ladi. Funariya yo'sini 1-3 cm keladigan bir uyli poya bargli demak o'simlik hisoblanadi. Uning yashil rangli gilamchalarga o'xshash maysalarni erta bahorda ariq bo'ylarida, zax bosgan devorlarda, soya joylarda, daraxt po'stloqlarida uchratish mumkin. Funariyaning novdasi ingichka poya va unda ketma-ket joylashgan bargchalardan iborat. Poya tubidan chiqqan rizoidlar poyani tuproqqa biriktiradi. Funariyaning barglari bir qavat hujayralardan tashkil topgan. Demak, mana bu rasmda funariya yo'sini ifodalangan tanishib chiqishingiz mumkin. Davom etamiz. Demak, sporali o'simliklarning yana bir vakillari bular qirqiloqsimonlar. Qirqiloqsimonlar yo'sinsimonlardan farq qilib, ildiz sistemasi va o'tkazuvchi to'qimaga ega. Bu bo'limga qirqiloqlar, qirqbug'umlar va plamonlar kiradi. Demak, zuhrasoch qirqilog'i asosan ildiz poyali, yirik va qirqilgan barglarga ega yashil poya bargli o'simlik hisoblanadi. Demak, qirqiloqlarning rasmi keltirilgan ildiz poyalarini ko'rib turibmiz va zuhrasoch qirqilog'ining ham rasmini kiritib qo'ydik. Bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Dala qirqbug'umi ildiz poyali ko'p yillik o't bo'lib, sernam yerda o'sadi. Bo'g'imlaridan halqa shaklida yon novdalari o'sib chiqadi. Barglari mayda reduksiyaga uchragan. Poyaning bo'g'imlarida halqa hosil qilib o'rnashgan. Ularning poyasidan tayyorlangan qaynatma va damlama siydik haydovchi dori sifatida ishlatiladi.
Demak, qirqbog'imning ham rasmlarini keltirib o'tdik, tanishib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda sistematikasi bo'yicha tanishib o'tishimiz mumkin. Demak, bo'lim, sinf, tartib, oila, turkum va tur. Shunda, demak, yo'sin toifa bo'limga, qirqaloq toifa ham bo'limga tegishli. Sinf poyabargli yo'sinlar, qirqaloqsimonlar. Tartibga funariyalar va qirqaloqlar. Oilaga funariyadoshlar va qirqaloqdoshlar. Turkumga demak funariya hamda qirqaloq. Turga namsevar funariya va o'rmon qirqalog'ini kiritishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shundan iborat edi. Hammangizga katta rahmat.